Millionda konsertiga men nima uchun bordim? Sababi meni sevimli san'atkorim Sagdiana Rossiyadan Millionda konsertiga tashrif buyurdi. Sug'diyona, siz menga yoqasiz. Sagdiana haqida bilsangiz kerak yoki uni kinosi va qo'shiqlari bilan sizga uni eslataman. O'tib ketsam maylimi? Ha, siz esladingiz, o'sha ertaklardagi malikalardek qalbimizdan joy olgan sevimli san'atkorimiz aynan shu Sagdiana. Konsert juda ham zo'r o'tdi. 19 yilda sahnaga qaytgan Sagdianani mazza qilib qo'shiqlarini eshitdik. Sagdianani ko'rish orzuyim edi va bu amalga oshdi. Sagdiana meni bolaligimdagi shirin xotiralarimni eslatadigan qo'shiqchi. Qo'shiqlarini birga xirgoya qilib tingladim. Biz muxlislarga shunaqa chiroyli imkoniyatni hadya etgan Davron Kabulovga alohida katta rahmat aytaman. Konsertga albatta boring. Hali ham sizda baxt bor.